o'zimni jonajonlarim, go'zallarim, o'zbegimni hamma narsaga sabr toqatli, chidamli bekalari, ayollari, ham ishlab ko'chada, ham uy ishlarini qiladiganlar uchun bir motivatsiya bo'lsin deb ovqatlarimni ham tashlayman-da. Men ham ishlab kelaman, lekin o'z xohishim bilan o'g'limga ko'chani ovqatini emas, o'zimni mehrimni yedirgim keladi. Har doim shunday. Mana hozir dasturxonimizni chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Ko'kat har doim bor. Mana bu chesnok, sarimsoq, piyoz deymizmi? Mani o'g'lim sevadi, men ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa qishni kunlari immunitetni yana ham mustahkamlaydi. Biza o'g'lim bilan kelamiz, qishin yozin yeymiz. Buxorocha is qildim, bo'g'irsoq, lekin shishib chiqmadi. Hech naqa kamchiliklar ham bo'ladi-da.